Assalomu alaykum aziz kitobxon o'quvchilar. Bugun biz sizlarga dunyodagi eng lazzatli taom deb nomlangan ertak kitobimizni o'qishingizni tavsiya qilamiz. Bu kitobimiz o'zbek xalq og'zaki ijodining ajralmas bo'lagi xalq ertaklaridir. Asrlar mobaynida tildan tilga o'tib keluvchi xalq ertaklari o'zining boy tarixiga ega. Ulardagi ertak qahramonlari, jonivorlar va afsonaviy jonzotlar tinglovchilarni qiziqarli, sehrli ertaklar olamiga chorlaydi. Jajji farzandlarimiz uchun nashr qilinayotgan ushbu kitob ham xalq ertaklaridan tuzilgan. Undagi rang-barang bezaklar o'quvchining kitob mutolaasiga bo'lgan qiziqishini orttiradi. Ushbu kitobni boshqa ertak kitoblardan farq qiluvchi jihat shundaki, undagi ertaklarni nafaqat o'qish, hattoki tinglash ham mumkin. Shu kitoblarni o'qishni yoz mavsumini maroqli o'tkazishni xohlasangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markazimizda sizlarni kutib qolamiz.